Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Bekzod Musayev Rossiyaga borib ishlamoqchilar uchun Toshkentda migrantlar uchun tayyorgarlik markazi ochishni taklif qildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazida MDH yagona mehnat bozorini shakllantirish doirasida migratsiya siyosatini shakllantirish mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbir Rossiya prezidenti maslahatchisi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Valeriy Fadiev boshchiligida delegatsiya tashrifi doirasida tashkil etildi. Davra suhbati Milliy markaz tomonidan Tashqi ishlar vazirligi, Migratsiya agentligi, shuningdek Rossiya prezidenti huzuridagi kengash va Peterburg muloqoti forumi hamkorligida amalga oshirildi. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayev O'zbekiston hukumati Rossiya idoralariga ushbu mamlakatda ishlashni istovchi fuqarolar uchun Toshkentda maxsus tayyorgarlik markazi ochish taklifini berganligini ma'lum qildi. Biz bir necha bor migratsiyaga tayyorgarlik ochish uchun ko'p tarmoqli markaz tashkil etish taklifini berganmiz. Bu amaliyot pandemiya davrida sinovdan o'tkazilgan. Hozir barcha tuzilmalar buni amalga oshirishga tayyor, dedi Musayev. Uning ta'kidlashicha, mazkur markazda Rossiyada ishlash uchun zarur bo'lgan patent olish jarayonlari, barmoq izlarini olish, suratga tushirish va kirish taqiqlarini tekshirish imkoni yaratiladi. Bu nafaqat hujjat rasmiylashtirishni, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlikni ham qamrab oladi. Shu bois migrantlar uchun katta yengillik bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Musayev. Toshkentda Rossiyaga ketadigan fuqarolar uchun migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazi ochilishi mumkin. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayevga ko'ra, O'zbekiston bu taklifni Rossiyaga taqdim etgan. Markazda muhojirlar uchun bir qator xizmatlar ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Dastiloskopiya, fotosuratga olish, kirishi taqiqlanganligini tekshirish va sug'urta rasmiylashtirish. Shu bilan birga u yerda faqat hujjatlar emas, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlik ham amalga oshiriladi. Agar onlayn ravishda migrant servis ilovasidan patentga xizmatlarni oldindan to'lab borsangiz, navbatda ko'p turmaysiz. Yana bir muhim tomoni, Sahroda internet yaxshi ishlamaydi. Shu sababdan onlayn to'lovlarni uyda oldindan qilib qo'ying va undan keyin Sahrovaga boring. Shunda navbatda ko'p turmaysiz. Navbatlardan esa tezda o'tib ketasiz. Patentga topshirish uchun xizmatlar narxi 22.613 rubl, patent uchun to'lov boji 4.200 rubl. Patentga topshirish 26.813 rublni sarflaysiz. Bu pulga patentni olishga borganda to'laydigan birinchi oy to'lovi 8.900 rublni ham qo'shing. Albatta, ayrim xizmatlarni onlayn to'layotganda olib tashlashingiz mumkin. Masalan, vaqtinchalik DMSni podpiskasini. Ularni to'lamaganingiz patent olishda qiyinchilik tug'dirmaydi. Госпошлина 1-sentyabrdan kiritildi. Госпошлина 4200 rubl. To'lamaganlar rus tili imtihoniga kiritilmaydi. Imkoni bo'lsa, госпошлина uchun to'lov qaytimsiz pul olib boring. LDPR partiyasi rahbari Leonid Slutsky federal byudjet yukini yengillashtirish maqsadida Rossiyadagi migrantlar uchun ijtimoiy pensiyalarni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda u Gazeta.ru nashriga ma'lum qildi. Rossiya ayni paytda juda muhim vaziyatni boshdan kechirmoqda. Harbiy, ijtimoiy, demografik va boshqa muammolar, bularning barchasi katta resurslarni talab qiladi. Slutskyning so'zlariga ko'ra, bu fonda davlat hozirda rus millati qurilishiga hech qanday hissa qo'shmagan. Migrantlarning pensiyalari uchun mablag' sarflamoqda. Shu munosabat bilan LDPR yangi kelganlar uchun bepul ijtimoiy imtiyozlarni bekor qilish zarur deb hisoblaydi. LDPRning taklifiga tushuntirish xatida qayd etilishicha, chora pensiya tizimini asossiz ijtimoiy majburiyatlardan himoya qilish va byudjet yukini kamaytirishga qaratilgan.